Bugun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mavjud yer maydonlaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Masalan, dala chetlari yoki tomorqalardagi bo'sh joylar, hatto ko'p qavatli uylar atrofidagi yerlarga ham mevali ko'chat ekib, bog' yaratish, 90 bosti usulda mahsulot yetishtirish mumkin. Kuz faslining ayni kunlari bu yumushlar uchun qulay fursat sanaladi. Ta'kidlash lozim, prezidentimiz tomonidan 2024-yil 30-dekabr kuni imzolangan qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida dala chetlarida, aholi tomorqalarida, xonadonlar va ko'p qavatli uylar oldida, mahallaning ichki ko'chalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish ko'rsatib o'tilgan. Sanab o'tilgan joylarda mahsulot yetishtirish, urug' va ko'chatlar yetkazib berish hamda yetishtirilgan mahsulotlarni eksportga yo'naltirishni tashkil qilish vazifasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligiga yuklatilgan. Mazkur qaror ijrosi bo'yicha dala chetlari, kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlarining atroflaridagi maydonlarda dala cheti madaniyati tamoyili asosidagi ishlar viloyatimizda boshlab yuborilgan. Xususan, O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan fermer va dehqon xo'jaliklari, tomorqa yerlari, shuningdek mahalla ko'chalari atrofini tozalash ishlari boshlab yuborilgan. Jumladan, kollektorlar atrofidagi bo'sh maydonlar shudgorlanib, eksportbop mahsulotlar yetishtirish maqsadida olcha, olxo'ri, bexi, uzum, bodom, chilonjiyda va tut kabi daraxt ko'chatlari hamda har xil sabzavot ekinlari ekilishi boshlangan. Mevali daraxtlar olcha, achchiq gilos, olxo'ri, o'rik, chilonjiyda tut daraxtlari kabi mevali daraxtlarga ustuvor e'tibor qaratilib, mana shu xalqimizga arzon mahsulotlar yetkazish, ushbu mevalar orqali eksportbop mahsulotlar yetishtirish maqsad qilingan. Mana buni orasiga 90 bosti ekinlari, ko'katlar, sarimsoq piyoz, petrushka, shivit kabi ekinlar ekish rejalashtirilgan. Viloyatimiz bo'yicha 487 gektar maydonga mevali ko'chatlar ekish kuzga rejalashtirilgan. 2025-yil kuz oylariga qariyb 100 gektarga yaqin 90 bosti ekinlar ekish rejalashtirilgan. Mana shu ishlarni tashkil qilish maqsadida mana viloyatimizda ishlar jadal sur'atlar bilan boshlab yuborilgan. Viloyatimizda 2025-yilning kuz oylarida dala chetlaridagi 478 gektar maydonga 589 ming dona mevali ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari ushbu ko'chatlar orasiga 90 bosti usulda qishloq xo'jaligi ekinlari ekish ishlari tashabbuskorlar tomonidan sarimsoq piyozi, sabzi, turp, qizil lavlagi, ko'katlar va boshqa ekinlarni ekish ishlari ham boshlab yuborilgan.